İctimai taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Chag'anni tabriklash faoliyatlari Otishda eng dag'dug'ali shaklda davomlashmoqda. Hatto Otishdagi qatnash soqchilari soqchilarni madiylaydigan Xitoycha bir naqshini tambirda urilgan. Biz bu tabriklash faoliyatlarining parda arkasini oydinlashtirish uchun Otishdagi aloqador o'rin va xodimlarga telefon qildik. Bu saqchqanmi? Hozir men Chag'anliq bu nimalarga diqqat qilyapsizlar ma faoliyatingizda? Bu bexatarlik tadbirlari jihatdan hozir. Bexatarlik tadbirlarida har qaysi Otishdagi bir saqchi xodimi bu faoliyatlarga haydakchilik qilayotganlar orasida kanit darajalik saqchi ishxonalari borligini tilga oldi. Chag'anliq faoliyatlarga bu kishilarni tashkillaydigan aholilarni apiradigan ishlarga qatnashmoqdamizlar. Şunun nimelerge mi yani üzüm anda katışadığımızda bu makışım arşivlikte soynar meva yapacak hallık yok benim kurgu şehiraydan bir başlıkla. Her bir yanımızda İslam Maşan Jonfunik gidindeyimiz, sanatçılardayımız, mekteplerindeyimiz ama adam biri katmışıyıp aşından bilmeyi yok aşağı dılık soynap kıldı. Mesela bazen katmış kızıkmagan ya kimada kendi tatkalının ailesi grup hizmet işleydiğen verenler katmışanlar deydiğen mada bir ilhamlandırdığı işlerine yardımlaşmadan mı sakçılık? Otishning Azaqiysidagi bir kana sekretarining oshkorlashicha, Chag'anni tabriklash faoliyatlarini har darajalik partikom tashviqot komiteti bilan siyosiy qonun komiteti birlikda tashkillagan. Qanday hozir bu sizlar shu mava Chag'anni tabriklash faoliyatlariga qatnashyapsizlar, shuni ipiryapsizlar. Hozir bu davlatimiz xizmatda, hozir oilalarga o'qib turganda bu xizmatni da'vatimiz. Bu qaysi o'rinlar birlikda ishlayapsizlar bu ishni? Shunki Karim Saqchixonning yeza siyosiy qonun ishxonasi, yezliq fayzi. Ma'lum bo'lishicha, doiralar Uyg'urlarni Chag'anliq faoliyatlarga keng ko'lamda qatnashtirish uchun rag'batlantirish bilan qo'rqitish tadbirini tang qo'llangan. Yuqorqi saqchi xodimning deyishicha, Chag'anni tabriklash faoliyatiga qatnashganlarga haqsiz kiyim-kechak taqtish bilan birlikda yana bularga faoliyat oxirida har xil turmush buyumlarini sovg'a qilgan. Ondan başka yana derci gayri soğuğa katlaştırıp ilhamlandırıp oyunda mukapatlan bir her katın bir don. Çeynekliğinge supun, supunda da supun diyene kaçtan netlerlerini mukapatlaydı. Şunlar katın soğumda kayçu seylerini ötkizip basap mu aşında kaçtan netlerine diyordu. Yani rıgbatlandırışpa, mukapatlaşpa degen gap bunda faoliyatlerde. Bazı joylarda kuniga 150 yuandan ish haqi bergan. Faoliyatga qatnashgan qildi biz nima qildi endi uni bilsirtgana pul bergan o'rinda qancha puldan berdi kuniga? Taxminan bu qatnashgan odam soni bir odamga demak bir odamga qanchalikdan to'g'ri keladi? Bir odamga qanchalikdan to'g'ri keladi? Bir odamga yetarlik atrofida. Mazkur xodim kishilarning yaqinqi yillarda ideyasida o'zgarish bo'lganligi, shunga Chag'anni tabriklashga rozilik bilan qitilganligini tilga olgan bo'lsa-mu, qatnashishni ideyasidan o'tkazolmaydiganlarning borligini inkor qilmadi. Ammo boshda bir mezgil sal to'g'ri tushunmaydigan, bu bizning urf-odatimiz emas, bizniki uyg'un kelmaydi deydigan pozitsiyalar bo'lgan-ku deyman. Hammadan qishdan qaraydi. Dehqon ojishlar dehqondan qaraydi. Ammo Azaqiysidagi yuqorqi sekretar Chag'an faoliyati qatnashishni oshkor rad qilmasa-mu, oqsiq dojig'anlar qatnashmaslik uchun bahona izlaganlar bo'lganligini, ularni harakat keltirish uchun kanitlarda har kun siyosiy o'rganish ilib berilayotganligini oshkorildi. Endi bu Chag'anliq bu tabriklashga qatnashishni xohlamaganlar, rad qilganlar, bu bizning urf-odatimizga uyg'un emas deb rad qilganlar oshkora chiqdimi bu? Bizning kanitda unda ishlar hozircha ko'rilmadi, men chiqqanman. Shunday ahvolning oldini olish uchun nima ishlarni qildinglar yoki nima ishlarni qilyapsizlar? Biz hozir hamda bu to'g'riliq davomli hozirlikqa turli qonun nizom, tabiiy to'g'riliq unumini tashviqot etib boramiz. Undan boshqa har hafta yana bir qatam ommaviy safarlar qilish, tarbiyalash, o'zgartirish bir faoliyatlarimiz bor, hozir qilayotgan. Buningda yezkentlardan munosabatli kadrlar liksiyasi izlaymiz. Otishning Ahuyisiki bir kana tomonliq mudirining oshkorlashicha, doiralar o'zining san'at iqtidori turib, ya'ni naqsh usul mahorati bor turib,
Çağanını təbriklashdan özünü qaçırğanlarga məxsus ideyi tərbiyə ilib barğan. Çağanını təbriklash faoliyatida siz qatnaşdingizmi? Kent amallik müdiri bo'lish sifatingiz bilan. Qatnaşdım. Siz qanchalik odamni olib bordingiz? Bizning kentimizdan ish qilib 1800-2000 atrofida odam qatnashdi. Bu faoliyatdan o'zini tatqanlar bo'libmi shu o'zining bir san'at maharati bor turib o'zini qacho'g'anlar qarta epagan bir tadbiringlar qo'llangan tadbiringlar bormi? Bor. Dehqonlarni kennetga ektirish orqali hozir buning qatnashadigan odam qanday bo'ladi deydigandan tortib hozir muqimlik abadiy amallik shunda bir qism bir yil qilgan bir kitob bor. Shu kitobdan leksiya so'zlash orqali qilib boryapmiz. Bu tarbiyada Çağanını təbriklashning mohiyatda davlatni so'yish va davlatni himoya qilish ma'nosiga ega ekanligini ta'kidlagan. İdeya xizmat ishlagan chaqda nima deb ideya xizmat ishlasizlar, sababini nima deb ko'rsatyapsizlar? Bu jihatdagi xalqimizni cho'qim qandaq vaqtning o'zida davlatni suydigan, davlatni qandaq qadamni suyib e'tirof qiladigan, davlatniki tinch amon bo'lganda qandaq yashab turmushga erishadigan. Hatto bir turmushdami tinchlik, muqimlik bo'lmasa, er-xotinlar orasida mushlarning uyda qanchalik pararkanchilik bo'ldi, qanchalik iqtisodiy ziyon bo'ldi. Siyosatdan tortib tashviqot olib berish orqali xalq ommasining ideyasini o'zgartirish, ularni yetaklash faoliyatlarini olib boryapmiz. Doirada buning bilan birlikda chag'alliq faoliyatdan qasddan o'zini qacho'g'anlarning qonuniy jazoga tortilganligini uqtirgan. Yoki bo'lmasa uning qilganligini, yumshoqlarga nisbatan uning qo'yilgan jarimani bu to'g'riliqdagi nimalda so'zlab haq tushuntirib leksiya so'zlab buni olib berildi. Yanagi shuning bilan birga qanday bo'lganligini, mayli qonun jihatda bo'lsin, qanday jazolanganligini to'g'risida tushunchalarni yo'ldoshlarga so'zlash orqali tarbiyalash olib boryapmiz. Azaqtiki sekretarning deyishicha, Çağanını təbriklashning zaruriyati va qatnashmaganlarning oqibati haqidagi bu ta'lim-tarbiya yig'inlari 2 oydan beri davom qilmoqda. Hozir bu qanchalik vaqt bo'ldi shuni yo'l qo'ygani? Asos qilib. 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy bo'lib qoldimi? 2 oy bo'ldi. Mazkur amallik mudirining bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, yerlik doiralar bu xil rag'bat va tahdid aralashgan tashviqot faoliyatini navbatda haftada 7 kun, atigan va oqshomlari ilib bormoqda. Biz anadagi shu faoliyatdan keyin yanalar kanatimizda har kuni haftada 5 kun kechda hozir mana shu soat 9gacha dehqonlarni tarbiyalash kursi olib berib oxirlashtirdim soat 9dan keyin. Yuqorqi xodimlarning bayonlarida yana ma'lum bo'lishicha, mana shunday qattiq yumshoq tadbirlarning natijasida Uyg'urlarning yerlik aholilarning Çağanını tabriklash faoliyatlari atalmish g'albilik, ya'ni to'salg'i so'z davom qilmoqda. Hürmetli radio anonslar, yuqorida Uyg'ur elida navbatda avjiga chiqayotgan Çağanını tabriklash faoliyatlarining parda aqsi haqida anglitish berdi.